Navbatdagi qismda siz 61 dan 65 gacha misollarda o'rganib olishingiz mumkin. Berilgan qo'sh tengsizliklarni qanoatlantiruvchi barcha natural sonlarni yozing deyapti. 61 dan 65 gacha. E'tibor qiling. Mana bu tagida chiziqchasi degani bu sanoqda 1 va 9 ni sanashimiz kerak. Ya'ni biz yozib chiqishimiz kerak 1 va 9 oralidagi sonlarni. Albatta 1 ham 9 ham kiradi. Nimaga? Chunki mana yerda tagida chiziqchasi bor tengsizlik. Demak yozamiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ko'rdingiz? Agar tagida chiziqchasi bo'lmasa yozmaysiz. Ya'ni 2 va 7 ni yozmaymiz. 2 va 7 ni oralidagi sonlar yozamiz. 2 va 7 oralida. 2 dan keyin 3 keladi. 4, 5, 6, 7 ni yozmaymiz. Chunki tagida chiziqchasi yo'q. 6 da to'xtaydi. Tushundingizmi? E'tibor qiling. 3 dan 8 gacha bo'lgan sonlar yozib chiqing deyapti. 3 ni yozmaymiz, chunki tagida chiziqchasi yo'q. 4 dan boshlab ketaveramiz. 4, 5, 6, 7, 8. 8 esa yozamiz. Nimaga? Chunki mana tagida chiziqchasi bor. Tagida chiziqchasi bo'lsa, o'sha son ham kiradi. Tushunarli? Xo'p, mana 64 ga qarang. Demak, 12 dan 15 gacha yozib chiqish kerak. Demak, 12 da tagida chiziqchasi bor, 12 ni ham yozamiz. 12, 13, 14. 15 desa yozmaymiz, chunki buni tagida chiziqchasi yo'q. Ko'rdingizmi? Oddiygina tushuntiradigan bo'lsa. 65. E'tibor qiling. 21 dan 25 gacha sonlar yozib chiqishimiz kerak. 21 da chiziqchasi yo'q, o'shaning uchun 21 dan emas, 22 dan boshlaymiz. 22, 23, 24, 25. 25 ni yozgan sababi tagida chiziqchasi bor. Tagida chiziqchasi bo'lsa yozamiz. Tagida chiziqchasi bo'lmasa yozmaymiz. Tushunarli? Bu 61 dan 65-misolgacha edi.